Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 4-kun deganda Turkiya safarimizni asosiy maqsadimiz bo'lgan Trabzondagi Uzunko'lga yetib keldik. Trabzondan 101 kilometr ekan. Mashinada 1 soat 20 minut, 1,5 soatda yetib kelinar ekan. Haqiqatda juda chiroyli ekan. Ko'li ham chiroyli. Suzib yurgan o'rdaklari ham, daraxtzorlar, o'rmonlar juda chiroyli ekan. Bundan tashqari Trabzondan bu yoqqa kelguncha bo'lgan masofa ham bir tarafi dengiz, Qora dengiz, ikkinchi taraf o'rmon, choy plantatsiyalari, funduq ekilgan ekan. Haqiqatan juda go'zal ekan. Agar mumkin kelmoqchi bo'lsa, hozir Toshkentdan Trabzonga to'g'ridan-to'g'ri samolyot reysi qo'yilgan ekan. Biz endi Anqaradan keldik mashinani ijaraga olib. Agar xohlagan odamlar bo'lsa, Trabzonga to'g'ri uchib kelsa bo'lar ekan. Trabzonning atrofida faqat Uzunko'l emas, aylanadigan, tomosha qiladigan joylar juda ko'p. 1 soat, 2 soatlik masofada boshqa shaharlari ham juda ko'p shaharlari bor ekan. Kelish niyat bo'lsa, tavsiya qilaman.